Poytaxtimizdagi O'zexpo markazida O'z to'qimachilik sanoati uyushmasi tomonidan 24-xalqaro to'qimachilik va tikuvchilik sanoati ko'rgazmasi ish boshladi. Ushbu ko'rgazma O'zbekiston to'qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalari salohiyatini ko'rsatish, mahsulotlarni keng tanitish, to'qimachilik eksporti hajmini oshirishga qaratilgan. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Ko'rgazmaning ochilish marosimida qayd etilganidek, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati O'zbekiston iqtisodiyotining eksportga yo'naltirilgan tarmoqlardan biri sifatida qaraladi. Uni doimiy ravishda jahon tendensiyalari, trendlari va innovatsion yechimlari bilan to'ldirib borish muhim ahamiyatga egadir. Bu borada esa xalqaro ko'rgazmalarning o'rni beqiyos. Ko'rgazmaning asosiy maqsadlaridan biri to'qimachilik va tikuvchilik mahsulotlarini mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va eksportni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Bu O'zbekistondagi yiliga 2 marotaba o'tkaziladigan yagona ko'rgazma hisoblanadi. Ya'ni bahor va kuz oylarida bo'lib o'tadi. Buni albatta o'zining sabablari bor. Birinchidan bu albatta sanoatning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Bu yilgi ko'rgazmamiz o'zgacharoqdir. Unda yangiliklar ham mavjud. Ya'ni yangi bo'limlari ham bor. Paxta sanoati, paxta tolalari bilan bog'liq bo'limlari. Bu yilgi ko'rgazmada Belarus Respublikasi, Qozog'iston, Xitoy, Pokiston, Tojikiston, Turkiya singari ko'plab xorijiy mamlakatlarning korxona va tashkilot vakillari ishtirok etmoqda. Unda kala va ip va gazlamalar, trikotaj matolar, ipak, uy tekstili, yengil sanoat uchun xomashyo, aksessuarlar, poyabzal, bo'yoqlar va kimyoviy moddalar, shuningdek bosma ishi va qadoqlash kabi bo'limlar o'rin olgan. Ko'rgazmada ilk bor ishtirok etyapmiz. Bu yerga biz 50 xil turdagi matolarni olib kelganmiz. Bular asosan erkaklar kiyimiga mo'ljallangan turli mavsumdagi matolardir. Sifati yuqori darajada. Mahsulotlarimizni ko'plab mamlakatlarga eksport qilamiz. Bu yerda ham matolarimizga qiziqish katta. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ko'maklashga qaratilgan mazkur ko'rgazma O'zbekiston kompaniyalari uchun bozorda o'z brendini ilgari surishda muhim ko'mak berib kelmoqda. Bizning korxona erkaklar klassik uslubidagi kostyum shimni ishlab chiqaradi. Hozir SNG davlatlari hamda Germaniyaga to'ling asosida ishlaymiz. Yangi geografiya kashf qildik desak bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarga ko'ylak ishlab chiqaryapmiz. O'tgan yili 400 ming AQSh dollarida shartnoma tuzgan bo'lsak, bu yilga 500 ming AQSh dollarida shartnoma tuzdik. Shuningdek, ko'rgazma doirasida o'zbek va turk ishbilarmonlari o'rtasida B2B formatidagi uchrashuvlar va turli muzokaralar o'tkazilmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur ko'rgazma o'z ishini 16 mayga qadar davom ettiradi.